Assalomu alaykum do'stlar, xayrli tong hammaga. Ishni boshladik. Bugun 21 aprel, dushanba, ishni birinchi kuni. Как говорят, тяжелый день. Zakaz berdim ana. Yershovskiy 21dan Trillisra 39ga. Kilometri 10 kilometr 21 minut. Ko'ramiz do'stlar. Do'stlar olib kelib tushirdik. 649 rubl. Zaversh qilamiz. Keyingi zakazni berib qo'ygan o'sha. Karla Libnixtadan Suxabatraga. Skverkirovaga borar ekanmiz. 307 kilometr. Yurishimizga u zakazni отказ qildi. Hozir sentrdan koeffitsient yo'q ekan. Koeffitsient bo'yicha ketyapmiz. Boshqa zakaz vaqtlari